Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. 2025-yilning 7-may kuni Angor tumani bobo dehqonlari tomonidan yaratilgan qirmizi don hamda mana shu arpazorlarda bugun o'rim yig'im ishlari boshlanish arafasida. Biz ana shunday qizg'in mana shu o'rim yig'im ishlariga tayyorgarlik bo'layotgan jarayonda tuman fermerlar kengashi raisi bilan mana shu dala zorlarda mana shu xirmonni bunyod etishga tayyorgarlik ko'rayotgan fermer xo'jaliklari, dehqonlar haqida suhbatlashgani u kishiga chog'landik. Avvalambor mavsum muborak bo'lsin. Mana mavsumga ham kelib qolibsiz-da. Albatta. Hormangizlar. Assalomu alaykum ustoz, So'raqil aka. Dehqonchilikda bir yaxshi gap bor-da, ota-bobomiz o'g'an. Yer haydasang kuz hayda. Kuz haydamasang yuz hayda. Mana bu dalalarda dehqonning haqiqiy mehnati namoyon bo'lgan dala. Nima demoqchiman? Bu asosan kuzgi mavsumda g'alla ekish mavsumi bo'la bilasiz. To'g'ri. Erta kuzda ekilgan mana shu yerni haydab, puluklab ekilgan mana don. Men odatda shunchalik tajribaga asoslanib aytaman. Biz odatda Angor tumanida eng erta boshlagan yilimiz 15-mayda boshlaganmiz g'alla o'rimini. Mana dehqonning mehnati tufayli mana serquyosh davlatimiz, vatanimizda mana qarang, bugun 7-may bo'lsa-da, boshoqli don ekinlarimiz pishib ulgurdi. Angor tumanida 6000 gektar boshoqli don maydonidan ekilgan bo'lib, biz 19000 ziyod tonna, 19000 tonnadan ziyod rejani bajarish maqsadida harakatlanamiz bugungi kunda. Tumanimizda bir 26 dona kombay, xorijiy rusumli kombaylarimiz mavjud. Ular remontdan chiqarilgan. Bugun tayyor. 6000 gektar maydonning qariyb 900 gektar maydoni fermer xo'jaligimizga to'g'ri keladi. Bu nima? Masalan, mana biz fermerlar kengashi sifatida dehqonlarimizga, klaster mutaxassislariga, fermer xo'jaliklariga o'z maslahatimizni o'z vaqtida berganmiz. Ya'niki, masalan, har bir ekin o'z vaqtida ekilish to'g'risida. Bu agrotexnikada ham shunday. Shuning uchun mana bugun o'sha agrotexnika bajarildiki, bugun Angor tumani yangi bir hozir pilla mavsumimiz davom etyapti. Birinchi rejamiz uni ham bajarish arafasida turibmiz va bu ikkinchi mavsumimiz g'alla rejamiz. G'alla rejamizni ham bajarishga kerakli hosil prezidentimiz ta'birlanayotganda gektardan 100 sentrdan olish rejaga biz tayyormiz. Masalan, taxminan bir hafta muddatda 100% g'alla mavsumini, g'allani o'rib yig'ib olish mavsumini boshlashga biz bugun texnikalarimiz, otryadlarimiz shakllantirilgan, qabul qiladigan don shoxobchalarimiz tayyor holda turibdi. Ularni tashib oluvchi yuk transport vositalari tayyor. Umuman olganda otryad batamom tayyor holda biz bugun davlatimiz tomonidan o'rish haqida beriladigan topshiriq kutib turibmiz. Rahmat. Avvalambor ishlaringizga unum baraka tilaymiz. Bu yil Angor tumani dehqonlari oldingi yillarga nisbatan ham barvaqt boshlayaptilar o'rim yig'im ishlarini. Aziz yurtdoshlar, mana ko'ryapsizmi? Xuddi dengizday chayqalib turgan qirmizi dalalarda bugun o'sha dehqon qilgan fermerlarning peshona terisi evaziga yig'ilgan hosil xirmoni mana shunday dengizday bu chayqalib turibdi shamollarda. Biz albatta 2025-hosil yilida barcha dehqonlarimizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xalqimizda bir gap bor-ku, elimning, xalqimning uyi bug'doyga to'lsin uying bolam deydi nuroniylarimiz. Biz ham sizlarga ana shunday yaxshi niyatlar tilaymiz. Jo'raqul Tursunov, Zafar Pekjonov, Surxondaryo.